Hammaga assalomu alaykum. Qadrli obunachilar, sog' salomatmizda. Yevropada yurgan aka-ukalar diqqatiga, Polshada mashina ustaxonasiga yaxshi bir elektrik kerak. Agar ustaxona izlab yurgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, qo'lida hunari bor, haqiqatan yaxshi elektrik bo'lsa, oilalari kelishadigan holatda gaplashiladi. Telefon raqamini aytib o'taman: +48 bilan 780 505 555. Shu raqamga aloqaga chiqishlaringiz mumkin, Premoy yoki WhatsApp orqali. Kutib qolamiz. Avtoservisda ish bor. O'zbek yurtdoshimiz, agar yaxshi elektrik bo'lsa, aloqaga chiqing. Ishingiz ham yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Polshada ustaxonalarga elektrik hozirgi kunda yaxshi elektrik kerak. Kutib qolamiz. Videoni tarqatib yuboringlar, tanish bilishlarga kimgadir yetib borsa, balkim tez kunlarda topilib qolar elektrik.